Assalomu alaykum qarindoshlar. Sayyi qanaq kelsiniz? Hey, bugun Danak merkezde hükümet binasının aldığı da Xitaylarning bayramını kutladık. Çağan bayramını o'tkazdik. Bizim aldığı da saat 11'den başlap 2 namoyish qildik. Ahırda ichida biz ko'z payli nimishlar bo'lyapti deb qarsak, ichida bu sharafsiz Xitoylar kichik bolalarga Uyg'urcha kiyinib, Uyg'urcha kiyim, usul kiyimni kiygizib, su o'yini qilmoqchi. Maqsadi albatta Uyg'urlar bundan yaxshi yashayotdi. U yerda hech qanday bo'lmaydi degan bir mesaj bermoqchi. Albatta biz u yerda ko'rib beyaram bo'ldik. Teshi chiqib Abdurahmonjanmi? Abdurahmonjan, Abdurim, men, aniken Qurbanjon qarinishimiz deyishib, bu yer bunday yo'l qo'ysak bo'lmaydi deb bir ovozimizni chiqaraylik qildik. Uning oldida Abdurahmonjon ichida ularning faoliyat tugab, hozir butun shu boshliqlar rasm tushgan vaqtida sakning ustida qarinishimiz nati jasorat bilan sakninga chiqib, lozungini ko'tarib, Xitoy Uyg'urlar bo'layotgan qirg'inchilik to'xtatsin deb nurg'ungan shuarni qo'llab qildi. Albatta oxirida ichidagi securitylar, qo'g'iruvchilar u qarinishimiz oxirga ketdi. Ondan keyin biz shu abim degandek Xitoy bolalari Uyg'urcha kiygizgan Xitoy bolalarini oldida shunaqa so'zlagan to'q shu atrofda soqchi yig'ildi, atrofda nurg'un chetariklar ko'ydi. Aşağıda bular maqsadlik, shuni so'zlikki, bular maqsadlik Xitoy bolalariga Uyg'urcha kiygizib, Uyg'urlarni qanday yaxshi yashayotgan tunutib, bu haqiqiy Uyg'ur emas. Haqiqiy Uyg'ur Sharq Turkistonda 3 milyondan ortiq qarinishimiz kampning ichida yashayotdi. U yerda zulm va amr asbada so'zlik, to'xtamay so'zlik takrorlab, oldida bir 5 minut, 3-4 minutma, shu 5 minutgacha so'zlab turgan jarayonda hammadan o'lib ketdi. Oxirida Xitoylar chidamay ashada qalayimqon jidal chiqadi. Yani bizden aldığımızda şişpanlı resim tasanlı bombaydı. Şişpan çekilsanlı bombaydı da yağanı tökme çaplap, edep məqsəd saqçılar kesminde şu işlerini kıldı o yerde. Bizlerle de ondaşların kımında biz özünün sözgen cereğinin ahırda Xitay ballar çıkıp kalğan pakatlam, çıkıp kalğan yeri bak. Sözgen nurgun adam anladı o yerde. Kör oldu da şeyde. Körün otudu. Mana muşunda şerefsiz şekilde muşlarda köstüp Uygurlarni muşunda Uygurlarni köz qilmoqchi, ama biz ayede so'zlaydigan so'zlik haqiqiy Uyg'ur emas, bular Xitoy. Biz mana haqiqiy Uyg'ur zulm chekayotgan mana haqiqiy Uyg'ur biz deb bütün adamlar bizim oxirgi ovoz cho'ngaytib, bütün zan anlig'imizda qilib so'zlik. Oxirida albatta soqchilar keldi. Soqchilar bizim ishimizni qilmadi. Soqchilar bizni ayirib bizni. Çünkü Xitoylar bizga itilib chiqdi. Xitoylar bizga itilib chiqdi. Abdurimga va Qurbanjonimizga manga bizga itilib chiqqandan keyin biz hech qanday chekilmadik. O'zini dudabi meni chekilma deb turdik. Soqchilar kelib chiroyli ayirib etdi. Faqat bizning rasmimizni, kimligimizni so'rab, bizni endi kirsanglar bo'lmaydi, qapolmaymish, kirmagan bo'lsanglar chiroyli yapgan. Biz ma'qul deb chiqyaptik. Hozir bular ham payliq qilmoqchi. Soqchilar shu sahnaga chiqayotgan bolalarni. Açtaqandan keyin mushuna bir jarayon bo'ldi. Afsus abim aldirashchilikda telefon tartilmay qoldi. Shunda bo'lsa ham xalqimiz Müşgullarni erishmat bilan butun dunyolik qarindoshlar hozir bo'layotgan haqiqiy grupma Abdurahmon qarinishimizniki shu jasorat bilan shu sakning ustiga chiqib, faoliyat qilayotgan sakning ustiga chiqib, aşağıda lozungimizni ko'tarib, shu oradan to'lab qilganiga aferin aytamiz. Inshaalloh qarinishimiz bilan birdan aloqashib, sog' salomat bo'lsa, Abdurimjon o'zi bir uçurun berib qo'ydi deb o'ylayman. Bugungi mush namoyishni o'zlashtirgan Abdurimjonga rahmat. Gerçi ketgan qarinishimizga rahmat. Gerçi sonimiz sal oz qolgan bo'lsa-mu, ammo biz yetarlik ovozimizni anglatib deb o'ylayman. Uni oldida 3 soatlik namoyishdimi? Nayte nurg'un adam, chunki faoliyat kiran cho'ng ishni oldi taraf qildik. Kelgan Xitoylar chetarliklarimiz nim bo'ldi deb so'rab tushundim. Adam az bo'lsa-mu, maqsadimiz yetib deb o'ylayman. Inshaalloh bundan keyingi faoliyatlar, namoyishlarda mushunda unumli bir namoyish qilishga yantirishimiz istaymiz. Abdurimjon. Bugun kimda faoliyatda Irshad Qadirov asosliq deb bo'ldi. Bizning asl maqsad aşağıda Uyg'urlarningki usul kiyimlerini kichik Xitoylar kiydirib, o'sha usul o'ynayotganda Uyg'ur qiyofatida. Biz aslida usul qiyofatida sahnaga chiqmoqchi edik. Sahnaga chiqib, bayroqlarimiz va mana yanchiqlarimizda bayroqlarni tutib, hatto bizniki mana mavu nimani aytgan tunda mushtumlar yeyib, mushtar ko'z boshida
Benim ota-onam qanday, urug' tuqqanlarim qanday Xitoy hukumati deb bütün muxbirlar ko'zitib, bular qilmoqchi. Ammo soqchilar bizni uyoqqa yaqinlashtirmadi. Mana chetalik hozir bizga yaxshi qilinglar deb ketyapti. Haqiqatan guludi chetalik. Abi ham faqat gipinglarni ekranga chiqmoqchi, u chiqish maqsadiga bo'lmay qoldi. Abi ham Abdurahmonjon degan bizmo shu sahna ustiga chiqmoqchilik. Afsus Abdurahmonjon kelishimiz chiqib bo'lgan ekan. Ulaylıqı qoğdaydigan security adamlarning sahna atabqa to'g'ri qilib bo'lgan ekan. Biz amal yo'q, ham beplanni qilib shu bolalarni oldida tushuntirib, ashiyada bir namoyish qildik shu hisobda. Bo'pti. Bo'ldi, rahmat. Sizga rahmat aka.